Kechki obzorimizda to'g'ridan-to'g'ri egalaridan Tracker 2 avtomobili срочный narxlarda 2023 yilda ishlab chiqarilgan komplektatsiya LS, salondan barqo'l haydalgan hisob ma'lumotnoma, bosib o'tgan masofasi probegi bor yo'g'i 6500 km. Mashina zavodskoy stok holatida, hech narsa o'rnatilmagan, hech narsa yechilmagan, hech narsa qo'yilmagan, hamma joyi zavodskoy holatda turibdi, kuzovlari tekis holatda, ballonlarigacha o'ziniki, mashinaga hech narsa qo'yilmagan, saloni matnli holatda, yangidek mashina 6500 km bor yo'g'i yurgan, hali hidi ham ketmagan mashinani. Bu bezlyuk. Kuzovida bitta kichkina aybi bor, u ham bo'lsa oldi chap krilosining uchida mana shu joyida kichkina pitno bor ekan, darvozadan chiqishda qirib olishgan ekan. Qolgan joylar 100% toza, biz tekshirdik, kapot o'tmagan, krilo polniy sepilmagan. Pitno bor yo'g'i bir qarich. Narxi $13,400. Telefon raqamlarini video ostida va video kommentariyasida qoldiramiz. Qiziqqan aloqaga chiqinglar, kelinglar, ko'ringlar, baraka qilib olib ketinglar. Manzil Toshkent shahar.